operatsiya muolajasini o'tkazdilar. Qaddim tik tutmay turibman. Bemalol yuribman mana. Oyog'imda umuman og'riqlar yo'q. Allohga shukr. O'tirganda-chi? Faqat yurganda. Ko'ryaptimi? Mana shu chiqqan grija hajmi unaqa katta emas, lekin grija bu zamokatni plastinka bilan birga ko'chgan. Bu tog'ayni suyakka o'tadigan qismi qattiq plastinka bo'ladi. Shuning uchun bu rechenyalar bilan bosilmagan, shu og'riqni bemorga peshaytirib turadi. Mana olib tashladik, xudo xohlasa erta bemor o'zlaridan fikrlarini eshitadi. Kecha bemorimizda endoskopda bel grejasini olib tashlagandik. Mana bugun operatsiyadan keyin uylariga javob beramiz. O'zlarini oyoqlarida yurib ketyaptilar. O'zlaridan qisqacha eshitamiz. Men 2 oy oldin belimda og'riq kuchli sezdimda. Keyin u og'riq sekin-sekin o'ng oyog'imga berdi. Yurganimda qiynalib, qaddim tik tura olmaydigan bo'lib qoldim oxirgi vaqtlarda. Qaddim tikla olmasdan tik turadigan bo'lsam, oyog'im shunaqa og'ir yurg'izmas edi. Keyin men qaddimni egilib qoldim-da. Egilsam qo'yib olsa, egilganda yuraman. Qaddimni tik tursam yura olmayman-da, shunaqa bo'lib qoldim. Keyin Shohjahonni oldiga keldim, bu yoqqa hammasini tushuntirdim. Muolaja qilib beraman, yashib ketasiz dedi. Bu ukamga ixlos qilib ishondim-da, keyin bu yerda yotdim. Kecha alhamdulillah, Allohga shukr, operatsiya muolajasini o'tkazdilar. Hozir mana 2-kun. Qaddim tik tutmay turibman. Bemalol yuribman mana. Oyog'imda umuman og'riqlar yo'q. Allohga shukr. Alloh shifo berdi. Shu ukam sababchi bo'ldi. Ming rahmat. Bolalarning rohatini ko'rsin. Demak, yaxshi orzularimiz amalga oshsin. Martabamiz bundan ham ulug' bo'lsin. Sizlarni hammalarni Alloh taolo shu yerda yaxshi orzu niyatlarni amalga oshirsin. Farzandlarning baxtini kamolini ko'rib, piru badali bir yashashni Alloh nasib qilsin. Yuzinglarni hamisha yorug' qilsin. Rahmat.